Endi islom deganda-chi faqat namoz bilan ro'zani-yu, pocha shimalash bilan soqol qo'yishdi-yu, zakot bilan ro'zani tushunmaylik. Ha, bular ham islom, lekin islomning bir qismi. Birodarlar, xulq, axloqiy shatoq bo'ladigan bo'lsa, namoz sonligingizga ham qaramayapti odamlar. Qaramaydi ham-da. Mana Amirul Mo'minin Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lib turganida mehmon keldi. Tunida chiroq pilpillab o'chadigan bo'lib qoldi. Turib tuzatib qo'yish kerak. Xalifa shart turdida o'zi tuzatib qo'yib o'tirdi. Xalifa Ummaviylarning eng qudratli xalifalaridan. Haligi mehmon o'zini noqulay his qilib, xizmatsiz yasiz bo'lar edi. Yo bo'lmasa men tuzatib qo'ysam bo'lar edi. Xalifa bo'lib turib qildingiz shu ishni dedi. Xalifaning javobini qarang. Siz mehmonsiz. Mehmonni ishga buyurish yaxshi emas. Endi xizmatchi bolasi uxlab qoldi dedi. Uyg'otishni istamadim. O'tirganimda ham xalifa edim, Umar edim. Turib tuzatib qaytib kelib o'tirganimda ham Umarman. Ana islom birodarlar.